Katta yo'ldan ketayotganimda bir mushuk bolasi zo'rg'a yo'ldan u yuziga o'tayotganini ko'rdim va buni shunday qoldirib ketishga ko'zim qiymadi. Yaqiniga borib, uni olib ketishga qaror qildim. Chiroyli ekan. Va uni uyiga olib kelib, ovqatlantirib, yuvib tarashga qaror qildik. Tigryonok. Rosa chiqadi. Tavakkal xotinni shampunini ishlatib yubordim. Ko'ryaptimi? Yuvib tarab, artib, quloqlarini tozalab, senda yaxshilab qurituvdik, chiroyli mishiqcha bo'lib qoldi. Ismini Tigr qo'ydik.